Hammaga salom bo'ldi. Bugun sizlar bilan xuddi shunaqangi silovoy chiqishi o'rganamiz, ya'ni musullar. Va mana shu natijaga erishasizlar. Qani bo'lmasam ketdik. Videoni boshlashimizdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va oxirigacha ko'rsangiz tushunasiz. Endi o'tkazib ko'rgandan ko'ra oxirigacha boshidan oxirigacha ko'rsanglar, hozir xudo xolasa silovoy chiqib ketasizlar. Videoni bitta joyga qo'yib ko'rsanglar ham bo'ladi. Qaytarib, mana ketdik. Hop, birinchi o'rinda har doimgidek razvinkadan boshlaymiz. Ketdik. Tamam. Va ikkinchi o'rindagi eng kerakli narsa bu mana bu magneziy. Bu nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, bu mana qo'lga yaxshilab chiqara olsanglar, qo'llarni ushlagan payt sirpantirmaydi. Shuning uchun kerakli narsa bu. Katta bo'lmasam. Hop, videoga bitta like bosib qo'yib, oxirigacha kuzatib turinglar. Hop, qaranglar. Qo'lni mana bunday ushlash bo'lmaydi. Mana shunday ushlash kerak. Ya'ni bunaqa ushlab bo'lmaydi. Yaxshilab, mana shunday qilib ushlab olasizlar va keyin sekin tortasizlar. Holatda mana bu gavdaga tegish kerak, turmushga kelmaydi. Shu holatda 10 ta yoki 15 ta tortasizlar va sizlar 20% 30% tayyor bo'lasizlar silovoy chiqishga. Va keyingi mashq bu nima deb o'ylaydigan bo'lsanglar, hozir ko'rsataman. Bu mashqning nomi barrix deyiladi. Bu ma'lumotli holatda qilinadi. Yaxshi olib, mana. Tushasizlar, chiqasizlar. Shu mana shu holatda turasizlar. Bemalol turisizlar kerak. Hop, buni 20 tadan 2 paket yoki bo'lmasam 4 paket qilasizlar. Hop, keyingi mashqqa o'tamiz, ketdik. Bo'ldi, keyingi mashq bu. Qadam pirot chiqarasizlar va sekin tushasizlar. Hozir ko'rsatib beraman. Chiqasizlar va sekin mana. Tushasizlar. Keyin yana qadam pirot chiqasizlar. Yana shu holatda sekin tushasizlar. Holatda qilib va mana bu natijani olasizlar. Va mana shu natijaga erishasizlar. Hozirda o'zida videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va keyingi videoda qanaqa narsani, qanaqa elementni o'rgatishimni kommentariyada yozib qoldiring. Qani ketdik.